Houston, biz oyga yetib keldik. Sizlarni birinchilardan bo'lib oyga qadam qo'yganingiz bilan tabriklayman. Biz buni uddaladik. Ha! Amerikaliklar doim birinchi. Menimcha biz birinchi emasmiz u. Mahallani obodonchiligiga qarash. Somsog'oniga sovus qilaman ona. Chapillamay ye, mol osh ko'rmaganmisan? Men sizga necha marta aytganman, shakar opam qiling osh qilsangiz deganman. Ye, ana yerdan mehmonlar kelishdi. Oyda biz birinchimizmi desam, o'zbeklar osh yeb o'tiribdi. Ye, indirjit. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Saturn, akani qo'liga suv qo'y. Qani, o'taveramiz, a? Assalomu alaykum. Aka bobodan dotsiz yo'qmi? Sigaret bor. Ya, rais bu haqida bilib qoladi. Yana nos so'rayapsanmi, qo'yag'i? Bor mollar atayin tozala. Yuring aka, keling. Voy, akalaring skafandrini teshib qo'yishmagan, o'lib qolmasin. Qoyil lekin biz yillar davomida bu yoqqacha taylanib keldik. Siz qalaqib kelib qoldingiz. Bir kun qovun paykalda yotuvdim. Ucharlik kopcha shunday uchib keldi-da, ichidan yangen tushib kelyapti-yu. Yurak bitada urdi-da, ashundan beri oydim. Yelkalarda oldida jittillama, rashqim yomon. Bor ichkariga kirib o'tir. Davay. Chanqagan dursiz, yuring suv beri. Mana, Tlavisti yangi chiqqani. Moviy malinali ta'mi. Ha endi oshirib yuborsiz. Oyda to'ki nima qilsa, xaladini qanaqib ishlayapti? Becharani bir marta chaqmoq urdi, ashundan keyin o'zidan to'sh chiqaradigan bo'lib qolgan. Mehmon, qani suvlardan olingchi. Bu moviy malina Amerikada yetishtirib chiqariladi. Ha, Amerikacha tam. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Qara. Oyda ham trenddada u. Mehmon, siz icha olmaysiz, skafandringiz bor. Keling, yechib qo'yaman. Qima, immunitet pasbonlarga o'xshab. Nafas olaver, bet havosi tashkandagi bilan bir xil. Do'stlar, syomkani bombasi bo'lyapti. Atmosferani ko'ryapsizlar mana hozir. Anjanli bola rais buva bilan kosmonavtlar. Yengisi 6 oy oldin haftada 2 ta video qo'yardik, hozir kamaygan, lekin sifatli qilib zo'r qilib qo'yilayotganmiz. Mana Ixtiyor To'laganov mana hozir maskaladamiz. Nimaga do'stlar, shunaqa chang bu yoq hozir tasavvur qilolmaysizlar. Boshi ham og'rib ketyapti. Endi backstage yo'g'ini ko'ringlar. Bu syomkada siz vazifangiz nima? Ovqatlanish. Qo'chqor go'shtidan steak yeyapman. Bu syomkada siz vazifangiz nima? Dekorator. O'zim ham bilmayman. Bu syomkada siz vazifangiz nima? Montajyor, backstagechi, xullas operator. Tashkilchi. Shu uxlash mazza. Uxlash.